alaykum, mana hurmatli obunachilarim, kuzatuvchilarim. Sizni bu video darsligimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Inshaalloh bugungi darsimizda sizlar bilan blogni doimiy yuritish sirlari va blog yuritishni boshlagan insonlarni ko'p qiladigan xatolari va undan tashqari blog bizga beradigan imkoniyatlar haqida gaplashamiz. Xo'p, men o'zi kimman va nega bu videoni ko'rishingiz kerak? Meni ismim Risolat Umidovna. Men 7 yillik tajribaga ega Instagram yurg'izish bo'yicha mutaxassisman va shu kungacha 3000 tadan oshiq o'quvchilarga Instagram orqali daromad qilishi va Instagramdagi daromadini oshirishi o'rgatib kelyapman va ularni yangi darajaga chiqishligiga sababchi bo'lib kelayotgan mentor, ustoz, o'qituvchiman. Вот. Shu kungacha aytganimdek 3000 tadan oshiq o'quvchi chiqazgan bo'lsam, 40 dan oshiq loyihalarda ishtirok etganman. Bozordagi siz taniydigan juda ko'p top mutaxassislarni, storymaker ssenaristi bo'lganman. Ularga katta daromad qilishligiga yordam berganman. Juda ko'p ssenariylarni yozganman. Xo'p, sizda ham shu muammolar bo'layotgan bo'lsa, shu muammolar sababli siz blogingizni yurita olmayotgan bo'lsangiz yoki Instagram orqali daromad qila olmayotgan bo'lsangiz, unda bu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Qanaqa muammolar desangiz, birinchisi ishtiyoqi so'nib qolgandek tuyulyapti. Xuddiki boshlagansiz, o'xshamayapti, boshqalarni ko'ryapsiz, ularda o'xshayapti, nimada xatoligini bilmayapsiz va motivatsiyangiz tushib ketyapti. Bu sizning birinchi muammongiz bo'lsa. Ikkinchisi natija yo'qligi. Videolar chiqazyapsiz, lekin g'oyalar tugab qolyapti, vaqtida chiqmayapti, yetarlicha chiqmayapti va o'zi video chiqsa ham hech qanaqa axlat yig'mayapti, natija bermayapti. Mana shu muammongiz bo'lsa ham videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Va uchinchisi, eng muhimi, siz Instagram qanaqa sizga katta imkoniyatlar berishini bilmaysiz, qanaqa sizga eshiklar ochilishini bilmaysiz va shuning uchun ham siz Instagramdan to'laqonli foydalanmaysiz. Mana shunda ham siz bu videoni ko'rishingiz kerak. Blogni doimiy yuritish oltin kaliti uni nega yuritayotganingizni 100% tushunish. Agar insonni B nuqtasi aniq tiniq chizilmagan bo'lsa, maqsadi oldiga qo'yilmagan bo'lsa, biz hech qachon u narsaga erishishga harakat qilmaymiz. Chunki qayerga qarab ketayotganimizni bilmaymiz. Yo'lga chiqayotganimizda ham bitta manzilni ko'zlaymiz va o'sha manzilga borish uchun yo'lda harakatlanib yurib ketamiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bizda ham B maqsad bo'lishi kerak. Misol uchun, men blogim orqali o'zimga shaxsiy mashina sovg'a qilaman degan maqsad bo'lishi kerak. Keyin uni smart maqsadiga qo'yishimiz kerak. Vaqt bilan chegaralaymiz. 1 yilda olaman. Nima mashina? Gentra necha pul turadi? Misol $15,000. Qanaqa qilib olaman? Blogimni, kontentlarimni chiqazaman, xizmat ko'rsatishimni sotaman yoki ana kurslarimni yasab sotaman va shu orqali pul topaman. O'sha aniq tiniq B nuqtangiz maqsadingiz bo'lishi kerak va o'sha narsani siz ko'z oldingizga keltirib olishingiz kerak. O'shandan keyin sizning miyangiz o'shanga harakatlanish uchun sizga yetarlicha energiya beradi. Keyingi navbatda biz tushunishimiz kerak. 21-asrning eng katta kapitali bu uy-joy, tilla yoki bo'lmasam qanaqadir boshqa investitsiya turlari emas, balkim eng katta sizga beradigan kapital hozirda bu obunachilar. Oldingilar uy-joy yig'ardi, uy-joy qilib qo'yardi va u uy-joy bizga 8% yillik o'rtacha holatda daromad olib kelardi umumiy hisobdan. Keyingilar tilla yig'ishni boshladi. Tilla yig'ishdi, tillani o'zligi bilan shu olishni, saqlashdi va tillani ko'paytirib, tillaligini kapital qilib ko'rishdi. Hozirgilar esa obunachi yig'adi. Sababi sizning auditoriyangiz bo'lsa va ular sadoqatli bo'lsa, siz xohlagan paytingiz pul topa olasiz, daromad qila olasiz va xohlagan narsangizni sotib, targ'ib qilib, bemalol o'sha siz xohlayotgan bir nuqtaga erisha olasiz. Hozir investitsiya blogga qilinishi kerak. Hozir investitsiya auditoriyaga qilinishi kerak. Eng sizning katta kapitalingiz bu sizning obunachilaringiz bo'ladi. O'shaning uchun ham blogingizga yaxshilab e'tibor qaratib, kerak bo'lsa pul tikishingiz kerak bo'ladi. Blogimiz bizga yana qanaqa imkoniyatlar beradi? Blog yuritishdagi xatolarni sizlarga aytishimdan oldin mana atilab imkoniyatlarni aytyapman. Sababi shu imkoniyatlarni bilsanglar, blog yuritish xohishinglar yana ham oshadi deyapman. Bizga imkoniyatlarni yana qanaqasini berar ekan desangiz, ikkinchisi bizda bu albatta blog bizga tuganmas bitmas oqim beradi, imенно mijozlarni. Misol uchun siz vizajist bo'lsangiz, sizda doimiy oqim bo'ladi. O'sha siz doimiy odamlarni o'zingizga jalb qilib
tura olasiz va auditoriyangizni qizdirib, o'sha qilayotgan ishlaringizni ko'rsatib, blog olib borishni boshlasangiz, auditoriyangiz ichidan ham sizga klient bo'lib, mijoz bo'lib kelib yoziladiganlar ko'p bo'ladi. Yana blog sizga qo'shimcha daromad manbai bo'ladi. Faqatgina shu bo'yantirish uchun emas, balkim kurslaringizni yasab ham sotsangiz, u sizga yana qo'shimcha katta daromad manbai bo'ladi. O'sha aytganimdek, boya vizajist bo'lsangiz, o'sha bo'yantiradigan odam bo'lsangiz va shu bo'yicha xizmat ko'rsatishingizni sotadigan bo'lsangiz, aytaylik, sizni bitta obraz yaratishingiz $100. Soch qilasiz va makiyaj qilib qo'yasiz, $100 pul olasiz. Endi siz bitta kurs yaratsangiz, vizajistlikka o'rgatadigan, u bo'lishi mumkin, misol uchun $500 yoki $1000. Shogird olasiz, o'qitasiz, o'rgatasiz, shu orqali daromad qilasiz. Yoki SSV deyiladi, sam себе vizajist degan kurs yaratib qo'ysangiz bo'ladi. Onlayn tarzda 10-12 ta dars bilan qanaqa o'sha makiyajga narsa tanlashdan boshlab, qanaqa qilib o'sha surishgacha 3 xil makiyajni o'rgatib qo'ysangiz, uni bitta qadoqlab Telegram kanaliga joylab qo'ysangiz, o'shani keyin sotsangiz bo'ladi. U ham aytaylik $50-100 bo'lishi mumkin. Mana sizga uje ikkita qo'shimcha daromad manbai. Oldin faqat mijoz ko'rardingiz, o'sha mijozni bo'yantirardingiz, xizmat ko'rsatishingizni sotardingiz va shu yo'nalishda pul topardingiz. Endi yana sizga blog ikkita yangicha daromad manbaini beryapti. Kurslar sotish va shu orqali daromadingizni yana ham ko'paytiryapsiz. Misol uchun, meni Rivan Stars katta kursimda o'qigan Molush Collection o'quvchim oldimga kelganida shunchaki blog yuritishni boshlagan bo'lsa, keyin uje men aytganman, kursingni qil, kursingni sotgin deganman va hozir o'zini o'sha taqimchoq yasash bo'yicha kurslarini qilgan. Birinchi sotuvni o'zida 35-40 million ishlagan va juda qoyil qolib, hayron qolgan. Ham o'qituvchi bo'lib, o'quvchilar chiqazib, juda bir obro' e'tiborga erishdim, duo oldim, ham pul ishladim, rahmat sizga ustoz degan va Rivan Pro Mentorlik dasturimda ham keyin o'qigan. Juda ham zo'r natijalarga chiqqan. Xo'p, keyingi bizga blog beradigan imkoniyatlar bu tekin reklama maydoni. Siz hozir brendingizni yuritish uchun, brendingizni tanitish uchun juda katta mablag' sarflashingiz mumkin. Bannerlarga reklama berasiz, televideniyaga reklama berasiz, boshqa blogerlarga reklama berasiz. Xullas, juda katta sarf xarajat bo'ladi va juda katta energiya ketadi. Lekin o'zingizni blogingizni yurg'izsangiz, siz bu orqali bemalol o'zingizni mahsulotingizni, brendingizni tanitishingiz, o'zingizni tanitishingiz va tekin reklamadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bizga 4-mi yo 5-chi uje blog beradigan imkoniyat bu albatta bizani xohlagan g'oyamizni tahlil qilib ko'rish, test qilib ko'rish, arzonga test qilib ko'rish imkoniyatini berishi. Bu nima degani? Misol uchun, siz tovar olib keladigan odamsiz, Xitoydan borib mahsulot olib kelasiz va onlayn Instagramda shu sotuvingizni qilasiz, blog olib borasiz. Siz nima qilishingiz mumkin? Agar biron bir paltoni olib kelmoqchi bo'lsangiz, palon pulga palto olib kelib, pulingizni muzlatib qo'ygandan ko'ra, agar blogingiz bo'lsa, siz blogingizni olib chiqishingiz mumkin. Sariq palto olib kelaymi, qizil palto olib kelaymi deb tanlatib, o'sha yerdan predzakazga ishlashingiz ham mumkin. Odamlar sizga pul tashlaydi, pulini evaziga paltoni olib kelasiz va shunchaki o'sha paltolarni keyin qo'liga taqdim etasiz. Shu orqali ham misol uchun sotuvlar qilasiz va sizda test qilib ko'rish imkoniyati bor. Agar sizda blogingiz bo'lmaganda, sizni kuzatuvchilar bo'lmaganda, siz u paltolarni olib kelib, pullaringizni muzlatib qo'yardingiz va ertaga sotuvingiz bo'lmasdi. Test qilish imkoniyati sizda yo'q edi. Mana shunaqa bizga blog zo'r imkoniyatni beradi. Men o'zim ham juda ko'p biznes ideyalarimni avvalo test qilib ko'rganman. Ishlagandan keyin uje pullashni boshlaganman, pulimni tikkanman. Va eng katta imkoniyat, blog yuritib pul topishingiz uchun siz biron bir insonni tanishi, opa-dodingiz bo'lishi, qanaqadir kattaroq joyda tankingiz bo'lishi, sponsoringiz bo'lishi shart emas va sizga hech qanaqa pul kerak emas. Telefoningizni o'zidan blogingizni boshlab yaxshigina daromad qila olasiz. Sizga albatta qanaqadir aytaylik ofis yoki bo'lmasam ishchilar yoki bo'lmasam molga pul tikish, molni muzlatib qo'yish, sklad, unaqa narsalar kerak emas. Shunchaki telefoningiz orqali bemalol yaxshigina pul topishingiz mumkin blog yurg'izib. Shuning uchun ham start uchun, endi boshlash uchun bu zo'r imkoniyat. Agar siz noldan blogingizni boshlab pul topmoqchi bo'lsangiz, Rivan Stars kursimga kelsangiz ham buni noldan o'rgatamiz ham. Lekin o'zingiz ham harakat qilib qilsangiz bo'ladi. Internetlardan o'rganib, YouTube'lardan mana shunaqa foydali videolarimizni ko'rib boshlab olsangiz ham bo'ladi.
prosta shunchaki kurslarga kelsangiz xatolar kamroq qilasiz, tezroq natijaga chiqasiz va sizda o'sha muhit bo'ladi. Sizga o'xshab o'qiyotgan o'quvchilarga qarab motivatsiyangiz oshaveradi. Endi fakt haqida gapirsam, blog boshlagan 90% insonlar 3 oydan keyin blogini tashlab qo'yar ekan. Bu 4 ta xatoni qilgani uchun. Xo'p, birinchisi bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Boyaga aytganimdek, maqsad qo'yib olganimizdan keyin blogimizni yuritish uchun maqsadimiz bor. Nega yuritayotganimizni bildik. Birinchisi bu kutuvlarni to'g'ri qo'yishimiz. Hech kim sizga va'da bermaydi. Birinchi oydan sizni boyib ketasiz, zo'r bo'lib ketasiz deb. Odamlar natija qilish uchun sabr qilish kerak, harakat qilish kerak, o'shandagina natija bo'ladi. Kutuvlarni to'g'ri qo'ying. Mana ani blogini boshlab 3 oyda o'ziga Malibu oldi yoki blogini boshlab mana bunaqa bo'lib ketdi deyish kerak emas. Kichkina qadamlar bilan sekin-sekin harakat qilinib, oxiri zo'r natijaga erishilinadi. O'shaning uchun ham siz kutuvlarni to'g'ri qo'yishingiz kerak. Ikkinchi xato bizda faqat motivatsiya bilan boshlash. Blog yuritish ham ish. Unga siz alohida vaqt ajratishingiz, energiya sarflashingiz, resursda bo'lishingiz shart. Siz shunchaki olib aytaylik, bo'ldi, men blog boshladim deb bir kunda ko'p kontentlar qilib, keyin shu bilan 3 kun blogingizga qaramay yurib, bemalol ertaga zo'r daromad qilib, zo'r bo'lib keta olmaysiz. Sistemli ishlash kerak. Xuddi biron bir ishga kirgan bo'lsangiz, ishlaysiz-ku, ish grafikingiz bo'ladi, otpuskingiz, maoshingiz, xullas, hamma ishda vaqt ajratilishi kerak bo'lganda, blogga ham katta e'tibor qaratish kerak. Faqat quruq motivatsiyani o'zida siz uzoqqa bora olmaysiz. Uchinchi eng katta xato bu kontent reja tuzilmagani va kontentga g'oya yo'qligi va kontent chiqazish tizimlashtirilmagan. Ishtiyoqingiz bor, bugun storieslar qo'yib tashladingiz, kayfiyatingiz bor, bugun kontentlar chiqazib, reelslar ishlab tashladingiz va yana bir oyga yo'q bo'lib ketdingiz. Yo'q, tizimli ishlash kerak. Aynan kontent reja tuzish, kontentni chiqazish, kontentga qayerdan g'oya olish degan savollaringiz bo'lsa, mana yana bitta tekin videoim bor YouTube'da, o'sha kontent reja degan, o'shani ham ko'rib chiqsangiz, u yerda ham ancha foydali, kerakli maslahatlarni berganman. U yerda men qanaqa qilib kontent qilish, qanaqa qilib kontent qilish, kontentga g'oyani qayerdan olish kerak, kontent reja tuzish degan savollarni hammasiga yechim berib chiqqanman. To'rtinchisi, Instagramni yuritish uchun sizda yetarlicha bilim yo'qligi sizning eng katta xatoyingiz. Instagram bu искусственный intellekt, o'rtoqlar, u yerda o'zining algoritmlari, qonun qoidalari bor. Mashina haydashni boshlaganingizda, mashina haydash uchun siz o'tbetda o'qiysiz, prava olasiz, o'rganasiz, instruktor bilan mashina haydaysiz. Xuddi shunaqa bu yerda ham. Siz ustoz topib o'rgansangiz, bilimini olsangiz, eplab ketasiz. Lekin agar siz bilimini olmasangiz, siz mashina haydab keta olmaganingizda, bu yerda ham blogingizni yuritib keta olmaysiz. Siz ko'p chuqur bilimlarni olishingiz kerak. Lekin tabriklayman, siz bu yo'lga chiqibsiz va bu videoni oxirigacha mana ko'rayotgan bo'lsangiz ham, demak siz bilim olyapsiz kerakli to'g'ri odamlardan va to'g'ri joydan. Juda ko'p o'quvchilarni natijaga olib chiqqanmiz va o'shaning uchun ham aniq ayta olamiz, beradigan bilimlarimiz juda ham foydali, kerakli ma'lumotlarni beramiz. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa va Instagramni chuqurroq o'rgangingiz kelayotgan bo'lsa, ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Instagramdan daromad qilmoqchi bo'lsangiz yoki daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, Revan Stars katta kursimni sizga taklif qilaman. Aynan hozir Revan Stars katta kursimiz 8-potokiga nabor ketyapti. 2,5 oy davomida bo'ladi, onlayn tarzda bo'ladi. Kuratorlarimiz yo'lga qo'yilgan. Siz topshiriqlarni olasiz, darslarni tomosha qilasiz, uyga vazifalarni bajarasiz va natijaga chiqasiz. O'zim bilan shaxsan sizlarda efirlar bo'ladi va offlayn uchrashuv bo'ladi. Savollaringizga o'zim javob beraman. Oxirida yaxshi bitirsangiz, o'sha oraliq imtihonimiz, yakuniy imtihonimizdan o'tsangiz, oxirida xohlovchilar uchun bitiruv kechamiz ham bo'ladi, sertifikatlarni taqdim qilaman. Juda ko'p o'quvchilarni natijaga olib chiqib, shu kungacha ham daromad qilishligi sababchi bo'lib kelyapman. Balkim aynan sizni ham ustozingiz bo'lib, sizni ham yangi darajaga chiqishingizga sababchi bo'larman. Kursda ko'rishguncha pastdagi opisaniyada havola qoldiraman. O'sha havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, kol markazim sizga aloqaga chiqadi va barcha ma'lumotlarni beradi.